Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz Python'ni o'rganamiz. Python'da ya'ni printni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bizda papka ochishimiz kerak bo'ladi. Papka ochamiz. Nomini dars 1. VS Code'ga kiramiz. VS Code'ga kirganimizdan keyin bitta fayl ochamiz. Bu yerda bizda dars 1.py deb ochamiz. Ochganimizdan keyin biz birinchi qiladigan ishimiz hop oddiy matn chiqarish. Qanday bo'ladi? Ya'ni print deb yozamiz. Bu yon ichiga assalomu alaykum. Hop, ikkinchi qiladigan ishimiz o'zbek tilida. O'zbek tili deganim, ya'ni siz Python'ni o'zbek tilida o'rganyapsiz. Men Python'ni o'zbek tilida o'rganyapman. Keyingisi sonli. Ya'ni print deb yozamiz. String ichida yil yozamiz. 2025 misol uchun. Bu yerga o'zingizlarning yilinglarni ham yozsanglar bo'ladi. Keyingisi bizda misollar. Qanday misollar? Ya'ni print deb yozamiz. String kerak emas o'z bu yerga. Yozamiz 5 qo'shilgan 3. Noto'g'ri ketib qoldi. 3. Pastga tushamiz, print qo'sh ochamiz. 10 2. Pastga tushamiz. Print bizga hozircha bo'luv kerak emas. Bu misollaydi. Hop, 5-inchisi bir necha qiymat. Bir necha qiymat nima degani? Misol uchun mana printni ichiga ikkita so'z yoza olasiz. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, terminalga kiramiz. Mana kelib chiqdi. Ishga tushirish uchun menda sraz bo'lib ketdi. Ishga tushirishni o'rgataman. Print deb yozamiz. Print emas. Python dars 1.py deb yozamiz. Bitta enter bossak mana kelib chiqadi. Men Python'ni o'zbek tilida o'rganyapman. Mana birinchisi assalomu alaykum. Keyingisi yil, bu o'sha qo'shuv, ayruli va oxirgisi shu bir necha qiymatli. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyushib bera olaman sizlarga. Uyushimiz nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni nima ish qilib kelish deganini aytaman. Siz o'zingizni, ismingiz va yoshingizni chiqarib kelasiz. Misol uchun
print asınchli. Men o'zingiz ismingizni yozasiz. Misol uchun Ali. 15 yoshda. Misol uchun mana shunday qilib kelasizlar va qilib bo'lganingizdan keyin videoni oxirida Telegram kanal qoldiraman. Shu yerga o'tib o'zingizni uyishingizni tashlasangiz bo'ladi va u yerda ko'p ma'lumotlar, backend bo'yicha, Python bo'yicha ko'p ma'lumotlar bor. Bu yerga o'tib ham obuna bosib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Va kanalimizga rivojlanish uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.